telefon yutib olganimcha tabriklashyapti. O'quvchilarim. G'olib bo'lganimni to'g'risi men bilmagan edim. Kecha Milliy kanaldan jurnalistlar telefon qilishib, 4:30da telefon yutib olganimni e'lon qilishdi va bugun mana hali bir sutka bo'lgani yo'q, yutug'imni olib kelib berishdi. Sovrindorimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani 64-maktabda kutubxonachi lavozimida faoliyat olib borar ekanlar. Biz ularni ish joylaridan topdik. Men har kuni Milliy kanalni ko'raman, Milliy televideniyani. Registratsiya bo'ldim Milliy kanalga va do'stlarimga ulashish kerak bo'ldi. Dilafruz Shakirovnaga ulashdim. Silkasini jo'natdim, kelib registratsiya qilib berdimda va tushuntirib qo'ydim. Jo'natdi va g'olib bo'ldi. Biz xursandmiz. Telegram gruppamiz bor. Ushbu Telegram gruppa orqali men hammaga xabar berdim. Ular hammasi to'g'risi ko'rishgan ekan. Chunki ko'pchilik uy bekalari ushbu Milliy kanalda, telekanalda hammasi ko'rishadi va hammasi meni tabriklashdi. Hozir ular ham barchalari ushbu o'yinda ishtirok etishga ahd qilishgan. Biz milliy